O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Turkiya Respublikasining Nejmiddin Erbakan universiteti bilan hamkorlikda Turkistondan Anadolugacha bo'lgan turkiy islom tafakkuri mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Xalqimizning boy tarixiy, ilmiy, ma'naviy merosini har tomonlama o'rganish, jahon hamjamiyatiga keng tanitish maqsadida o'tkazilgan mazkur nufuzli anjumanda Turkiya, Birlashgan Arab Amirligi, Buyuk Britaniya, Gollandiya, Hindiston va Niderlandiya davlatlari, xorijiy universitetlar vakillari, shuningdek, ilmiy tadqiqotchilar ishtirok etdilar. Unda so'z olganlar O'zbekiston zaminida qadimdan islom tamadduni rivojiga beqiyos hissa qo'shgan ulug' mutafakkirlar yetishib chiqqani, allomalarimiz qoldirgan ilmiy ma'naviy asarlar, qo'lyozmalar islom sivilizatsiyasida muhim o'rin tutishi qayd etildi. Bugungi kunda yurtimizda mazkur sohaga alohida ahamiyat qaratilayotgani ta'kidlandi. Konferensiyaning ahamiyatli tomoni islom tarixida, turkiy millatlar tarixida har doim ilm-fan va diniy ilmlar markazi bo'lib kelgan Buxoro va Samarqand ushbu konferensiyaga bugun mezbonlik qilyapti. Umid qilamanki, bizning kelajakda bu borada amalga oshiradigan hamkorliklarimiz, birgalikda olib boradigan tadqiqotlarimiz buyuk ajdodlarimizning islom falsafasiga qo'shgan va kosmologiya sohasiga qo'shgan ilmlarini, yangi qirralarini ochishga imkon yaratadi deb hisoblaymiz. Shuningdek, ilmiy amaliy anjuman qatnashchilari shubalarga bo'lingan holda yoshlar ma'naviyatini tarbiyalashda Motrudiy merosining ahamiyati, Al-Motrudiy merosining falsafiy, gnoseologik mohiyati, Ibn Sino inson tabiati haqida hamda Farobiy, At-Termiziy va boshqa tarixiy shaxslarni bashariyat tarixiga beqiyos hissa qo'shganligi to'g'risidagi ma'ruzalar bilan ishtirok etdi. Shuningdek, kelgusida bu kabi hamkorlik masalalarini yangi bosqichga olib chiqish borasidagi muhim vazifalar sanab o'tilib, istiqbolli rejalarning amaliy ijrosi mamlakatimiz taraqqiyoti yo'lida muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi.